19 gradus haroratli 5 metr kub havoda 34,5 gramm suvug'i bor. Bu havo to'yinishi uchun unga qancha gramm massali suv bo'latish kerakligini aniqlaydi. Xo'sh, osonroq ishlash uchun biz to'yinganda qancha massa bo'lishini hisoblab olsak, buning uchun m to'yinganda massasini topish uchun rho to'yingan zichlikdan foydalanamiz va hajmni ko'paytiramiz. To'yingan zichlikda bo'lsa 19 gradusli haroratdan olamiz. Mana bu. Demak, m to'yingan teng bo'lyapti. Rho to'yinganimiz 16,3 ko'paytirilgan 5. Bu 81,5 gramm bo'ladi. Ana. Endi bizdan qancha bo'latish kerak deyilyapti. Ya'ni delta m so'ralyapti. Buning uchun nima qilamiz? To'yingan bug'do massasidan boshlang'ich massani ayirib yuborsak bo'ldi. Demak, delta m teng bo'lyapti. To'yinganimiz 81,5 gramm ayrilgan 34,5. Buni qiymati 47 gramm chiqadi. Mana. Demak, bizda javob B javob. To'rtinchi masala. Idishda teng miqdorda kislorod va geliy gazlari bor. Ularning bosimi 48 kilopascal bo'lsa, har bir gazning idish devoriga beradigan bosimini aniqlang debdi. Demak, idishda hozir bitta qanaqadir idishda ichkarisida ham geliy bor, ham kislorod bor. Demak, kislorod va geliy. Xo'sh, bizda muammo. Xo'sh, Mendeleyev-Klapen tenglamasiga ko'ra P1 V1 teng demak, massaga bog'lash shart emas ekan. Nu 1 R T1 sifatida qarasak, ikkinchisini bo'lsa P2 V2 teng Nu 2 RT 2 sifatida qarasak. Endi ikkalasi hozir bitta idishda. Demak, hajmlar bir-biriga teng hajmlar. Endi teng miqdorda deyilgan. Demak, modda miqdorlari ham teng. Rlar o'zi teng. T1 T2 bo'lsa bir xil idishda-ku. Demak, ularning haroratlari ham teng. Demak, xulosa kelib chiqadi. Hajmlar, modda miqdorlari, RTlar ham bir-biriga teng bo'lsa, demak, bosimlar ham bir-biriga teng bo'lib qolishi kerak. Demak, ikkalasining bosimi bir xilligi kelib chiqadi hozir. P1 teng P2. Endi xo'sh, ikkalasini modda miqdorlari qo'shiladi, aralashma bo'lganligi uchun umumiy bo'ladi. Bu yerdan mana bu Mendeleyev-Klapendan ikkalasini modda miqdorlarini topsak, P1 V1 taqsim RT1 bo'ladi plus P2 V2 RT2 bo'ladi. Xo'sh, umumiy bo'lsa, umumiy bosim V taqsim RT umumiy bo'ladi. Xo'sh, demak, har birini R lari bir xil va haroratlar bitta idishlar uchun bir xil bo'ladi. RTlar qisqarib ketadi hammasida bir xilligi uchun. Endi bitta idish, o'shaning uchun ularning hajmlari ham bir-biriga teng va idish hajmiga teng. Demak, bu yerdan xulosa bo'ladi. P1 plus P2 umumiy bosimga teng. Va esda bo'lishuniki, bizda P1 teng P2 bo'ladi. Demak, ularning har birining bosimi bir xil. Demak, ikkita P1 teng bo'ladi 48 ga. Demak, bu yerdan bittasini bosimi 48 ga bo'lsak 24 kilopaskaldan bo'lar ekan har birining bosimi. Bizda bunaqa javob D javobda turibdi. Beshinchi masala. 15 mol SH4 metanda nechta vodorod atomi bor? Demak, hozir quyidagicha tushuntiramiz. Har bitta uglerod atomiga 4 ta vodorod atomi to'g'ri kelyapti. To'g'ri, bitta uglerod atomiga 4 ta vodorod atomi to'g'ri kelyapti.
Demak, bitta metan molekulasida 4 ta vodorod atomi bor degan ma'no kelib chiqadi bundan. Endi bizda hozir bitta molekular sonini topish uchun quyidagicha formulamiz bor edi. Modda miqdorining formulasi molekular sonini Avogadro soniga bo'lganimizga teng. Bu yerdan molekular sonini topsak, modda miqdorini ko'paytiramiz Avogadro soniga. Demak, modda miqdori 15 mol ko'paytirilyapti 6 10 usti 23. Buni ko'paytmasi 9 10 usti 24 tani beradi. Bu hozir nima desak, bu hozir molekulalar soni. Molekulalar soni. Endi bizdan so'ralgan narsa vodorod atomlar soni edi. Demak, har bitta molekulada 4 tadan vodorod atomi bo'lsa, demak, molekulalar soni 4 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Demak, n vodorod teng bo'ladi 9 10 usti 24 ni ko'paytiramiz 4 ga. Bu 36 10 usti 24 degani. Bizda unaqa javob C javobda turibdi ekan. 6-masala hajmi 60 metr kub va temperaturasi 17 gradus bo'lgan xonada 400 gram suv bug'latilsa, suv bug'lari to'yinishga erishadi. Xonadagi dastlabki nisbiy namlikni toping. Demak, hozir bizda bug'latilgan suvni massasi bor. Eslanganda bo'lsa, bizda formula bor edi. Delta M massamiz teng bo'lar edi. M to'yingan ayrilgan M 0 ga. Bizda 400 gram suv bug'latilsa deyiladi. Demak, bu hozir delta M. M to'yinganning formulasini bilamiz. Demak, 10 o'rniga qo'ysak hozir. Xo'sh, 400 gram teng bo'lyapti. M to'yinganning massasini topishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, xonani hajmi 60 metr kub. 17 gradusdagi to'yingan bug'da zichligi bo'lsa 14,5. Va bizga boshlang'ich massani topmoqchimiz. Minusdan M0. Demak, bu yerdan 400 teng bo'ladi 870 ayrilgan M0. Bu yerdan boshlang'ich massani topsak 470 gramda chiqadi. Endi biz boshlang'ich nisbiy namlikni topish uchun nima qilamiz? Fi so'ralyapti. Boshlang'ich massani bo'lamiz to'yingan massaga. Ko'paytiramiz 100%. Buni hisoblaymiz. Demak, 470 ko'paytirilgan 100% va mahrajda bizda to'yingan suv bug'uni massasi 870 gram chiqqan edi. Demak, buni massasi xo'sh 54%. Demak, bizda yechim C javobda turibdi.